Qorong'i tushishi bilan uy supurish va musor tashlash nima uchun mumkin emas? Keling, bugun biz mana shu haqida gaplashamiz. Kechqurun kun botganidan keyin supursangiz yoki musor tashlashga chiqsangiz, kattalar darrov sizni to'xtatishadi. Qorong'ida musor tashlama, supurma, uydan baraka uchadi deyishadi. Va nima uchun bunaqa deyishlarini men sizga hozir aytib beraman. Buning asl sababi zardoshlik dinidan qolgan, ya'ni o'sha oldingi dinlardan qolib ketgan. Bu bizning qon-qonimizga singib ketgan bu gaplar, bu so'zlar, bu narsalar. Xullas, oldin zardoshlik dinida kun va tun xudosi bo'lgan, ya'ni ertalab ezgulik, kechqurun yovuzlik bo'lgan. Kechqurun hamma uyga kirib ketgandan keyin yovuzlik xudosi Ahrimaynaning malaylari, devlari, shaytonlari chiqishgan, ko'chalarda yurishgan, o'sha musorxonalarning oldida yurishgan. Va shuning uchun agar kechqurun uy tozalasangiz, ya'ni o'sha supursangiz yoki bo'lmasa musorlarni olib chiqsangiz, bu degani uyingizdagi baraka, ezgulikni ko'chaga o'z qo'lingiz bilan chiqarib yuboryapsiz degan ma'noni anglatgan. Shuning uchun ham bu odat bizni qon-qonimizga singib ketgan va kattalar haligacha uyni kechqurun supurma, musorni kechqurun olib chiqma, musor tashlama deyishadi. Siz bu haqida bilarmidingiz? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring va menga obuna bo'lishni unutmang.